Barchaga salom, hurmatli treyderlar. Demak, navbatdagi darsligimizni boshlab olsak ham bo'ladi. Bugungi darsligimizda trend liniyalari bo'yicha savdoni amalga oshirish va trend liniyalaridan to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqamiz. Trend liniyasi bo'yicha kimdir eshitgan, kimdir eshitmagandir. Balki eshitganlarga takrorlanish, eshitmaganlarga bo'lsa yangilik, o'rganish bo'ladi. Demak, trend liniyalariga asoslangan strategiyani kim yaratgan ekanligini va asoschisi kim ekanligini aniq bilmayman. Sababi bu juda ham ko'p yillardan beri mavjudligini bilaman va bundan tashqari ushbu strategiyani asoschisi aniq o'zbekistonlik emasligini ham yaxshi bilaman. Va bundan tashqari trend liniyasini ikki xil usulda ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi usuli trend liniyalari va trendning ichki chiziq liniyalariga asoslangan strategiya. Ikkinchisi trend liniyalaridan foydalangan holda narxning qayerdan qaytish ehtimoli bor yoki qayergacha borish ehtimoli borligini aniqlash usullarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ikkalasi ham tradingda anchadan beri mavjud, faqatgina bundan ko'pchilik foydalandi yoki kimdir foydalanmaydi. Agar sizni xarakteringizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu narsani chuqur o'rganib olsangiz, sizni albatta natijaga olib chiquvchi strategiyalardan biri hisoblanadi. Demak, birinchi usulni ko'rib chiqamiz. Trend liniyasidan qachon foydalaniladi? Ya'ni qachonki narx yuqoriga o'sayotganda yoki pastga tushayotganda, trend hosil bo'lganda, shunda trend liniyasi chizig'idan foydalanamiz. Trend liniya chizig'idan o'ziga yarasha shartlari bor. Shu shartlarga asoslangan holda foydalanish to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir bitta minimum narxning yuqoriga o'sayotgan vaqtda minimumlar olinadi, tushayotgan paytda maksimumlardan foydalaniladi. Va mana bu joyda maksimumimiz bor. Ana undan so'ng mana bu joydagi minimumimiz bor, lekin bu minimumdan foydalanilmaydi. Nega? Bu minimum mana bu minimumdan pastroqda. Trend liniyasini ushbu chiziqqa tortilmaydi, chunki ungacha hali bor. Narx ushbu joydagi minimumga asoslanmaymiz. Kamida ikkita minimum kerak. Minimumlar soni qancha ko'p bo'lsa, ya'ni trend liniyasiga teguvchi minimumlar soni qancha ko'p bo'lsa, trend shunchalik kuchli bo'ladi. Demak, qachonki birinchi mana bu joydagi maksimumni buzib o'tgan harakatni, mana bu maksimumni buzib o'tgan harakatning minimumini olamiz. Mana bu minimumimiz ushbu maksimumni buzib o'tgan trend liniya chizig'iga, harakatiga mos bo'lishi kerak. Ushbu holatda demak qanday trend liniyasini tortamiz? Trend chizig'ini olinadi. Birinchi minimumdan aytib o'tgandek, mana bu minimumga emas, bunisiga tortilish kerak bo'ladi. Ushbu holatda demak, mana bu maksimumni buzib o'tishga harakat qilingan harakatning minimumiga tortiladi. Ushbu holatda mana bu holat ham bo'lishi mumkin. Birinchi, ikkinchi minimumlarni qaydan topamiz? Albatta biz maksimumni buzib o'tgan harakatga nisbatan trend liniyasini tortishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatda trend liniyasini tortish xato bo'ladi, chunki birinchi va ikkinchi minimum deb ololmaymiz. Sababi mana bu maksimumni hali buzib o'tmagan. Qachonki birinchi maksimum buzilgandan so'ng, ana undan so'nggi trend hosil bo'ldi deb olishimiz mumkin. Shuning uchun ham mana bu minimumni olishimiz to'g'ri bo'ladi. Ushbu holatda bu birinchi qoidasi. Albatta keyingi qoidasi aytib o'tganimdek, eng kamida ikkita minimum bo'lishi kerak. Bu asosiy trend chizig'i hisoblanadi. Keyingisi esa xuddi shunday birinchi va ikkinchi minimumni olish kerak bo'ladi. Bu esa ichki trend liniya chizig'i. Mana bu joydagi maksimumni ushbu harakat buzib o'tganligi uchun aynan mana shu ichki trend chizig'iga tortilyapti. Ushbu trend chizig'i so'nggi mana asosiy trend chizig'ini so'nggi kasaniyasi, ya'ni oxirgi minimumi bizda mana bu joydan hosil bo'lgan va aynan o'sha joydan ichki trend chizig'ini tortiladi. Keyingisi ham xuddi shunday. So'nggi kasaniyamiz mana bu joyda, so'nggi minimumimiz, ya'ni ichki trend chizig'iga aynan mana shu joydan keyingi minimumga tortiladi. Mana bu holatda asosiy trend chizig'i va ichki trend chiziq liniyalari. Va ushbu joyda savdoni amalga oshirish qanday bo'ladi? Ya'ni mana bu joydagi harakat pastga tushishligi uchun ushbu holatda mana bu joyda savdoga kiriladi, lekin shu joyda ko'pchilik adashadigani trend chizig'ini tanasi bilan buzgan bo'lish kerak yoki katta sham bilan buzilgan bo'lish kerak. Shunda lojniy proboydan qocha olamiz. Aksariyat holatlarda aynan shunday trend chizig'ini tortganimizdan so'ng biroz narx pastga harakatlanadi va o'z yo'nalishida harakatlanganini juda ko'p kuzatganmiz ushbu holat. Va ko'pchilikni stop lossini yoki savdosi to'g'ri amalga oshmayotgan
qilayotganligini kuzatadi va aynan bu strategiya ishlamayapti degan fikrga boradi. Faqatgina mana shu joyda lojniy proboydan qochishda bittagina yo'li svichaning tanasi iloji boricha bo'lmasa, ya'ni aytaylik, ushbu holatda mana bu joydagi harakat ushbu holatda, ya'ni svicha shakllanganida ko'proq narx yana tushishda davom etadi. Aynan shuning uchun tanasida soyasi bor yoki soyasi yo'q bo'lsa juda ham yaxshi shakllanadi va ishonchli savdoga kirish mumkin bo'ladi bu joydan keyingi trend liniyasining chizig'igacha yoki sotnosheniya hisobiga harakatlanish mumkin 1-2 va undan ko'proq. Narx birdaniga tushmasligi mumkin, aynan mana shu joydan orqaga atkat va mana bu holatda ham tushib kelishi mumkin, aynan mana bu asosiy trend chizig'igacha. Buni albatta grafikda yaxshiroq ko'rsatib berishga, yanada tushuntirib berishga harakat qilaman. Buni nazariy qismi mana shundan iborat. Demak, grafikka o'tib oldik. Grafikda simulyator orqali tushuntirib berishga harakat qilaman va darslik davomida qo'shimcha ma'lumotlar chiqib qoladigan bo'lsa, o'zingizlar uchun belgilab yoki zametkaga olib qo'yishinglar mumkin. Nega bunda deyapman? Aynan mana bu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan hudud mavjud. Qoidasida aytgandim, ya'ni maksimumni yuqorisini buzgan bo'lish kerak deb. Mana bu joydagi minimum yuqoriga harakatlangan va pastga tushganda ushbu minimum buzilgan. Demak, keyingi mana bu bizdagi minimum mana bunga taalluqli. Demak, ushbu maksimumni yangilagan holatdagisini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi o'z aslida. Lekin ushbu joydagi harakat 2020-yilda nima sodir bo'lganini hamma yaxshi biladi. Buni aytib o'tirishim shart emas. Shuning uchun qachti bir oy davomida shunaqa kuchli yuqoriga o'sish va tushish hosil bo'lgan. Lekin baribir mana shu joyda biz eng pastki minimumni olishimiz mumkin va mana bu maksimumni harakat davomida buzib o'tgan minimumga tortishimiz kerak bo'ladi biz trend liniyamizni. Demak, ushbu holatda trend liniyasini tortib olamiz. Trend liniyasini mana bu holatda tortib olamiz. Demak, trend liniyasini kunlik time frame'da belgilab oldik. Tasavvur qiling, simulyator orqali ko'rsatib berishga harakat qilishimning ham sababi sizga tushunarliroq bo'lish maqsadi. Tarixdan ko'rsatib beryapti degan fikrga bormanglar, chunki kelajakda ham xuddi shunaqa ishlaydi bu prinsipi. Barcha shartlarini, barcha narsalarni to'g'ri bajarganingizda ham bu trend liniyasiga asoslangan strategiya 100% ishlaydi degani emas. Kunlik time frame'da ma'lum bir trendni aniqlab oldik, ya'ni asosiy. Istasangiz farqlay olsangiz, aytaylik bu kunlik time frame'da keyingisi ichki chizig'lar 4 soatlik, 1 soatlik time frame'larga o'tib chizib olish mumkin bo'ladi. Va aynan shularda adashmaslik uchun chiziqlarni rangga ajratib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, birinchisini sariq rangga belgilab qo'ydik. Ana endi 4 soatlik time frame'ga o'tamiz. Ushbu holatda narximiz turibdi. Demak, eng so'nggi minimumdan trend liniyasiga tegib turgan trend liniyasini keyingi minimumga tortamiz. Ushbu holatda tortishimiz mumkinmi? Mumkin edi, lekin bu holat narxdan o'tib ketgan. Demak, biz tortamiz mana bu holatda. Iloji boricha aniqroq qo'yishga harakat qilamiz, chunki grafikimiz uzoqroq. Ana endi buni rangini aytaylik qizil rangga belgilab qo'yishimiz mumkin ushbu holatda. Mana bu joyda tanasiga qo'yib qo'ysak, yanasi ham aniqroq chiqishi mumkin. Demak, eng so'nggi minimumimiz mana bu joyda hosil bo'ldi. Ichki chiziqlar ham xuddi shunday. Ya'ni mana bu maksimumni buzilishida harakatni yuqorigacha yetib keldi. Ushbu maksimumni buzilishiga harakat mana bu joydagi minimum ko'tarilishda sababchi bo'lgan ushbu joydagi harakat. Demak, ana endi 1 soatlik time frame'ga o'tib olamiz. 1 soatlik time frame'da ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Demak, bizda minimum mana bu joyimizda bor, maksimum bor. Ushbu minimumga tortishimiz mumkinmi? Ushbu holatda albatta yo'q. Lekin nega? Mana bu joydagi minimumdagi harakatlar mana bu maksimumni buzgan. Shuning uchun ushbu holatda tortishimiz mumkin. Mana bunday holatda ham tortishimiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, 1 soatlikda biroz pastroqqa tushirib olamiz ekan, tanasiga qo'yib olamiz. Va aynan mana shu holatda grafikni harakatlantirib ko'ramiz. Yaqinroq qilib aytib o'tganimdek, switchni kattaroq va pastga buzib o'tganda lojniy proboydan qochish maqsadida ushbu holatdan foydalanishingiz mumkin, ya'ni soyasi kamroq bo'lgan yoki switchi katta bo'lgan holatdagi switchlarni tanlab turib, o'shindan savdoga kirsak aniqroq bo'ladi. Demak, grafikni harakatlantirib ko'ramiz. Aynan aytib o'tganimdek, mana bu joyda birozgina lojniy proboy qildi. Yoki mana bu holatda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni tanasi bilan buzish kerak deb aytyapman. Mana bu joydagi tanasini ko'rib qo'yamiz. Ana endi to'g'ri turdi. Demak, mana shu holatda trend liniyasini buzilguncha kutishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, switch katta, tanasi ham katta, soyasi unchalik katta bo'lmagan holatdagi switchimiz shakllandi. Demak, bu joyda savdoga kirishimiz mumkin. Ushbu holatda
stopni mana bu eng so'nggi maksimumni yuqorisiga qo'yamiz. Take profitni esa bu liniyamizni o'zgartirib qo'yamiz. Rangini aytaylik oqqa. Mana shu holatda take profitimizni birinchisi bo'lishi mumkin, ya'ni mana bu qizil liniyagacha. Bu 4 soatlik liniyamiz edi va mana shu holatda grafikni harakatlantirsak bo'ladi. Savdodan birinchi holatda chiqishimiz demak mana bu joyda hisoblanadi. Ya'ni ushbu trend liniyasidan foydalangan holda savdo qilish. Agar 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz, mana shu holatda birinchi aytaylik take profit deylik, 4 soatlik liniyamizga yetib keldi. 4 soat liniyaga yetib kelgandan so'ng savdoni ma'lum bir qismini yopib, qolganini xohlasangiz ushlashingiz mumkin. Bu ham albatta qaysidir ma'noda ko'proq foyda olishingizga yordam beradi. Stop lossni eng so'nggi mana bu joydagi savdoga kirgan joyimizdagi maksimumga qo'yishimiz mumkin va zararimiz ham albatta kamayadi va 4 soatlik time frame ga o'tib, mana shu joyga e'tibor beramiz. 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz. Narx bizga qarshi yurishni boshlasa, agar bu joydan savdodan chiqib ketamiz. Agar bizga foydaga mana bu 4 soatlik time frame dagi trend chizig'imizni tanasi bilan buzib o'tadigan bo'lsa, demak, keyingi kunlik time frame dagi liniyamizgacha narxni ushlashimiz mumkin bo'ladi. Biroz harakatlantirib kuzatishimiz mumkin. Demak, mana bu joyda buzib o'tdi. Tanasi unchalik katta emas, lekin ikkinchi svichamiz ham pastda yopildi. Bu degani yana savdoni ushlab tursak bo'ladi toki keyingi trend liniyamizni chizig'iga tekkuncha. Va aynan mana bu joyda e'tibor beramiz. Bezubitkaga qo'yib qo'yganimizda bizni bezubitkamizni olib turib, mana undan keyin pastga tushgan bo'lardi. Biroz maksimumni yuqorisiga qo'yib qo'yganimizda ham bejizga emas. Aynan mana shu holatda savdoni ushlash mumkin. Bu narxni o'zini tutishi, grafikdagi holatiga qarab turib stop lossni aniqlab qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, tutamiz bizni trend chizig'imizga boradi yoki bormasligi ham mumkin. Demak, mana shunday holat ham bo'lishi mumkin. Aynan trend chizig'iga yaqin keldi va yuqoriga harakatlanib ketdi. Balki trend chizig'iga keladi yoki kelmaydi, buni oldindan aytib bo'lmaydi. Demak, ushbu holatda savdoga kirish tizimini ko'rib chiqib oldik. Bunga o'xshash bir nechta misollar ko'rsatib berishga harakat qilaman. Iloji boricha shoshilmasdan vaqt ajratib ko'rishingizni maslahat beraman va bundan tashqari bu videomiz biroz cho'zilishi ham mumkin. Demak, ushbu joydagi misolimizni umumiy tushunib oldik. Aynan mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Hech kim grafik 100% mana shu trend liniyasiga keladi degani emas, lekin asosan mana shu trend liniyasiga kelish ehtimoli juda ham ko'p. Balki yana narx harakatlanib kelishi mumkin. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz ana endi. Demak, keyingi misolni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu joyda trend liniyasidan birinchi o'rinda tortib olamiz ushbu holatda va mana bu joydagi harakat ham deyarli kasanasi bor deb tushunsa bo'ladi. Bu chunki katta time frame dagi ko'rilayotgan narsa. Mana bu joylarda ham aynan mana shu trend liniyaning o'ziga yarasha kuchi borligi hisobiga narxni pastga harakatlantirgan. Demak, kunlik time frame da tortib oldik. Ana endi 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz. 4 soatlik time frame da bizda mana bu joydagi harakatimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu eng so'nggi kasanasini olamiz, trend liniyasini tortib olishimiz mumkin bo'ladi ushbu holatda. Va buni rangini o'zgartirib qo'yamiz boshqa rangga. Istasangiz hammasini bir xil rang qilishingiz ham mumkin. Demak, keyingi harakatimiz esa ikkita mana bu joyda harakatimiz bor va biroz yaqinlashtiramiz. Mana bu joyga e'tibor beramiz va bu holatda agar mana buni trend liniyamizni ushbu tushuvchi harakatlarga moslashtiradigan bo'lsak, tanasiga albatta, yana ham bizda kasanamiz ko'payadi. Bu degani ushbu trendni kuchini yana ham oshganini ko'rishimiz mumkin. Va mana bu joydagini lojni proboy deb olishimiz mumkin. Pastga harakatlanib va qisqa lojni proboyi bor. Demak, va mana bu joyda ko'rib turibmiz, tanasi bilan tegib turibdi. Va ana endi biz bu joydan keyingi 1 soatlik time frame ga o'tib olib, trend liniyamizni tortib olishimiz mumkin bo'ladi. 1 soatlik time frame ga o'tamiz. Narximiz ushbu holatda turibdi. Ya'ni mana bu minimumlarda pastga buzilishiga sababchi bo'lgan ushbu holat. Demak, bu joydan biz mana bunday holatda trend liniyasini tortishimiz mumkin. Va aynan mana shu trend liniyasida turibdi hozir. Ushbu trend liniyasini ham rangini boshqa rangga o'zgartirib qo'yamiz farq qilishi uchun. Ana endi simulyatorda harakat qilamiz. Mana shu trend liniyasini ishonchli tarzda buzilishi bizga savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Ishonchli tarzda qanday? Ya'ni katta svicha yoki tanasi bo'lmagan svichalardan foydalangan holda savdoga kirib ko'ramiz.
ushbu joyda buzib o'tdi, lekin aytib o'tganimdek tanasi katta emas. Aynan shu narsani biz kutishimiz kerak. Mana bu joyda tanasi katta, savdoga kirishimiz mumkin bo'lardi. Savdoga kirdik ham deylik mana shu joydan. Ana endi stopni qayerga qo'yiladi? Stop albatta eng mana bu minimumning pastiga qo'yiladi. Birinchi harakatimiz mana bu joygacha bo'ladi. Hozir sizlarga 1 soatlikda ko'rsatyapman. Aynan buni kichikroq time framelarga kirib, mana bu pastdan savdoga kirib olish ham mumkin edi. Maslahatim, kichkina time framelarga o'tib turib, ushbu holatni toki 1 soatlikda deyarli ko'zingiz o'rganib qolmaguncha, ya'ni avtomatik tarzda ushbu strategiyadan foydalanib savdo qila oladigan holatga kelmaguncha kichkina time framelardan foydalanishni maslahat bermayman. Chunki juda ham ko'p lojniy harakatlari bo'lishi mumkin. Demak, simulyatorimizni harakatlantirib ko'ramiz. Demak, hozircha foydada toki mana bu joyga yetib kelguncha 4 soatlikka ushlab turamiz. Ana undan so'ng esa ma'lum bir qismini yopib, stop lossimizni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu holatda mana bu joydagi trend liniyamizga yetib keldi. Stop lossimizni biroz kichraytirib olamiz yoki mana bu holatda aytaylik ushbu minimumimiz eng so'nggi minimumimiz va ana endi 4 soatlik time frame ga o'tib ma'lum bir qismini savdodan chiqishimiz kerak. Ushbu trend liniyamiz bizga kerak emas endi. Keyingi kunlik time frame gacha harakatini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. 4 soatlikka o'tib olamiz. Ushbu holatda ko'rishimiz mumkin kuchli harakat va keyingisi ham aynan buzib o'tgan narxni ushlasak bo'ladi. Balki stop lossimizni urishimiz mumkin yoki take profit gacha ham borishi mumkin. Simulyatorda harakatlantirib ko'ramiz. Demak, mana bu joyda keyingi savdodan chiqib ketishimiz zonamiz hisoblanadi. Nega? Trend liniyasiga yetib keldi. Istasangiz keyingi harakatlarni ham kuzatishimiz mumkin, chunki mana bu joydagi trend butunlay o'zgarishi ham mumkin. Demak, keyingi misolda ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda e'tibor berishimiz mumkin. Bu albatta kunlik time frame narxni yuqoriga o'sayotganini ko'rib turibmiz. Mana bu joydagi minimumni olamiz va mana bu joyda maksimumimiz bor. Ushbu maksimum atkat berib va ushbu harakat ushbu maksimumni buzgan. Demak, mana bu holatdagi trend liniyasidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni mana bu holat. Ana endi 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz. 4 soatlik time frame'imiz mavjud. 4 soatlik time frame'da eng so'nggi minimumdan trend liniyasi keyingisi tortiladi, ya'ni ichki trend liniyasi. Maksimum bor. Mana bu minimumga torta olamizmi? Albatta yo'q. Nega? Ushbu minimumni harakatlanib yuqoriga buzib o'tguncha yana bir bor atkat bergan. Demak, keyingi mana bu minimumdan olishimiz mumkin. Ushbu minimum yuqoriga harakatlanganda ushbu maksimumni yuqorisini buzgan. Aynan shunlarga e'tibor berish kerak bo'ladi xolos. Va mana bu joyda e'tibor berishimiz mumkin. 2 marta kasaniyasi mavjud ekan. Rangini o'zgartirib qo'yamiz. Bu joyda aytaylik yashilga. Demak, bu kunlik time frame'da bu 4 soatlikda. Ana endi 1 soatlikka o'tib olamiz. 1 soatlikda ham deyarli xuddi shunga o'xshagan, faqatgina e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati mavjud. Demak, eng so'nggi minimumimiz mana bu joyda, bizning maksimumimiz mavjud. Mana bu holatda trend liniyasidan foydalanishimiz mumkinmi? Demak, bu holatda tortmaymiz, chunki o'tib ketgan holat. Demak, mana bu holatda trend liniyasini tortamiz. Buni rangini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi, aytaylik oqqa. Demak, mana shu trend liniyasining buzilishini kutishimiz kerak bo'ladi. Demak, narxni harakatlantirib ko'ramiz. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, pastda umuman soyasi yo'q bo'lgan holatda buzib o'tdi. Bundan savdoga kirishimiz mumkin bo'lar edi. Ushbu holatda savdoga kiriladi. Mana bu minimumni yuqorisiga emas, bunisiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ushbu holat. Birinchi take profitimiz, ya'ni birinchi savdodan ma'lum bir qismini chiqarishimiz mana bu trend liniyasiga yetib kelgunga qadar. Demak, ko'rib turibmiz. Demak, mana bu joyda narx yetib keldi. Ushbu holatda savdodan chiqqan bo'lar edik ma'lum bir qismini. Stop lossimizni o'zgartiramiz va ma'lum bir qismini savdoni olganmiz. Keyingi holat 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz. 4 soatlik time frame'da ushbu trend liniyasini buzilishini kutishimiz kerak yoki savdodan butunlay chiqib ketishimiz ham mumkin. Demak, ushbu holatda buzib o'tdi, keyingi liniyagacha kutishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi liniyagacha tushadi yoki tushmaydi, bu noma'lum. Balki bunaqa uzoq muddatda ushlab tura olmasangiz savdoni, mana shu joylardan savdodan chiqib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, mana bu holatda katta ehtimol bilan stop lossimizni urish mumkin. Shu joydan 0 da chiqib ketishimiz mumkin butunlay yoki biroz ziyonda bo'lsa ham savdodan chiqish
chiqish mumkin yoki aytib o'tgandek pastroqda savdodan chiqib ketish mumkin edi. Lekin o'ylaymanki, oxirgi oqibat aylanib o'rgilib mana shu trend liniyasigacha, ya'ni kunlik time frame'dagi trend liniyasigacha harakatlanib kelishi katta ehtimol bilan yetib keladi. Va ko'rishimiz mumkin, mana bu joyda aynan mana shu trend liniyasiga yetib keldi. Buning asosiy holati shunday. Aynan buni 4 soatlikda birinchi trend liniyasi, 1 soatlikda ichki trend liniyasi, 30 daqiqalik, 15 daqiqalikda ichki trend liniyalarini chizgan holatda ham savdo qilish mumkin. Bu albatta kichikroq time frame'ga asoslangan bo'ladi. Mana bu joyda ham aytaylik, 4 soatlik time frame'da trend liniyasini ushbu holatda tortish mumkin va yana ham ertaroq savdoga kirib olish uchun aynan o'sha nuqtamizdan keyingi ichki trend liniyalarini ushbu holatda tortiladi va mana bu holatda savdoga kirib olish mumkin bo'ladi va keyingi harakati narxni ko'rib turibmiz. Demak, umumiy holatda trend liniyasiga asoslangan strategiyani mazmuni, mohiyati mana shu. Grafikda ko'proq foydalansak, albatta bunda yana ham tushuncha ko'proq bo'ladi. Ana endi bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qismiga o'tib, yana bir bor trend liniyasiga asoslangan kanallar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Keyingi qismda ham trend liniyasiga asoslangan holda narxni qayergacha borish ehtimoli mumkin yoki qayerdan atkat berishi mumkinligini aniqlash. Bu strategiya emas, faqatgina sizni maqsad qo'yishingizga, ya'ni aytaylik bitim ochdingiz, bitimda qayergacha ushlashingiz mumkin va narx qayerdan yoki atkat berishi mumkin bo'lgan hududlarni aniqlab ko'rsatib beruvchi vosita sifatida ishlatamiz. Ya'ni buning uchun bizga kerak bo'ladi katta minimum va maksimumlardan hosil bo'lgan nuqtalar kerak bo'ladi. Aytaylik, mana bunga o'xshagan globalniroq bo'lgan maksimum va minimumlarga trend liniyasini tortib olamiz. Va ushbu trend liniyasi ushbu holatda tortadigan bo'lsak, mana bu holatda trend liniyasini tortib oldik. Va aynan mana shu narsani kopiya qilib olib, narxni qayergacha borishi yoki qayerdan atkat berishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, mana bu holatda narx mana bu zonada deb tasavvur qiladigan bo'lsak, kelinglar mana shu joydan simulyatorda qo'yib olamiz va narxni bizga ko'rsatib beradi. Mana bu holatda. Ushbu zonadan savdoga kirmoqchi bo'lsak, biz bilmaymiz, bu hududda hech qanday urovень yoki darajamiz yo'q. Qayergacha borishi mumkin? Take profitni qayergacha qo'yishimiz mumkin degan savol oldinda turadi. Ya'ni narxda mana bu hududlarda savdoga kirishga urindik va savdoga kirdik. Narxni mana bu trendning yuqori qismigacha ushlab turishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yuqoriga kelganda narx aytaylik atkat berdi, mana bu hududga yetib keldi. Bu ushbu hududdan narxni atkat berishini yana yoki o'z trendi mana bu tushuvchi trendni davom ettirishi mumkinligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Ehtimoli borligini aytib turadi. Ya'ni bizga ushbu trend chizig'i. Savdoga kirish aytib o'tganimdek har kimning o'zini strategiyasi asosida faqatgina bu trend chizig'i bizga faqatgina narxning qayerga borish ehtimolliligini aniqlab beradi. Va yana aynan mana shu holatda kopiya qilib, eng ko'p kasanalar bor joyiga olib borib nuqtasini qo'yamiz. Ushbu holatda qo'yadigan bo'lsak, ko'rib turishimiz mumkin. Mana bu joylardan aynan narxning yuqoriga yetib kelib, pastga tushish va ushbu holatda o'ziga yarasha daraja hosil qilib olgan. Faqatgina darajalar to'g'ri emas. Bu trend chizig'iga asoslangan holda ham darajalarni aniqlash mumkin. Mana bu joyda ko'rib turibmiz, bir necha bor aynan shu trend chizig'ida harakatlangan. Aynan shu trend chizig'ida harakatlanar ekan, shu joylardan atkat berar ekan. Nega endi biz bundan foydalanmasligimiz kerak? Yana bir bor shuni kopiya qilib olishimiz mumkin. Yuqoriga oladigan bo'lsak, mana bu holatda qo'ysak ham, mana bu joyda kasanalarimiz yetarlicha aynan mana shu tushishda ham undan so'ng yuqoriga atkat berganda shu joydan harakatlangan. Demak, narx yuqoriga buzib o'tib, mana shu trend chizig'iga yetib borib, narxning pastki trend chizig'igacha yetib kelganini kuzatishimiz mumkin. Yoki mana bu joyni ham olishimiz mumkin. Trend chizig'ini mana bu holatda tortadigan bo'lsak, kopiya qilib olamiz va biroz mana bu holatda yuqoriga ko'taradigan bo'lsak, bizda trendning ko'p kasanasi bor joylarni olishimiz mumkin. Aytaylik, mana bu holatda markaziy qismini oladigan bo'lsak, mana bu joylarda ko'rib turibmiz, aynan mana shu joydan kuchli to'xtalishlar hosil qilgan. Shuni yuqoriroq olamiz. Narxning yuqoriga va pastga tushgan hududlarda aynan shu trend chizig'iga qarab harakatlanganini kuzatishimiz mumkin. Yuqorida ham aynan shunday. Mana bu joyda o'zim daraja hosil qilib olgan va yuqoriga harakatlanganda aynan shu trend liniyasidan to'xtalishini kuzatishimiz mumkin. Aynan mana shu gradusni o'zgartirmagan holda trend liniyasini olishimiz mumkin. Mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu trend
trend liniyasi kasanasi bor joydan yaqinlashtirib ko'rsak, bu albatta kunlik time frame'da ko'ryapmiz biz. Mana bu joyga e'tibor berishimiz mumkin. Narx to'xtalib, aynan shu joyda keyingi kunda kuni bo'yi yuqoriga o'sib bergan va oxirgi oqibat narx buzib o'tib ketgan bo'lgan taqdirda ham, asosiysi narxning qaytishi mumkin bo'lgan hududini ko'rishimiz mumkin. Trend liniyasini bizga narxning qayergacha borishi yoki qayerdan atkat berishini tushunib oldik. Bizga nima beradi bu va qanday ishlatishimiz mumkin degan savol tug'iladi tabiiy bu. Aytaylik, juda ham ko'p kasanasi bor joylar yoki aytib o'tganday globalniy kuchlik maksimum yoki minimumlardan olinadi dedik. Aytaylik, mana bu holatda trend liniyasini tortib olishimiz mumkin. Nega bunday? Albatta, eng ko'p kasanasi bor hudud hisoblanadi. Mana bu. Aynan mana shu joylarda narxning to'xtalishi va yuqoriga pastga o'sishiga sabab bo'lgan trend chizig'i hisoblanadi. Ana endi shuni o'zimizga belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Narxni eng yuqori nuqtasiga olib o'tishimiz mumkin. Ushbu holatda mana bu hudud. Aynan mana shu joyda ikkita kasanamiz mavjud. Biroz pastroqqa tushib olishimiz mumkin. Narxning to'xtalish hududi yoki mana bu holatda ham joylashimiz mumkin bo'ladi. Nega? Narxning buzib o'tmagan zonalari mana bu hududlarimiz. Mana bu joyda ham hozir ham aynan shu joyga yaqinlashdi. Shu joydan narx yuqoriga atkat berish ehtimoli bor degan holda savdoga signal asosida kirishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari mana bu joyda qarshilik darajamiz ham mavjud. Va aynan mana shu narsani yana bir bor kopiya qilib olishib, mana bu joyga joylashimiz mumkin. Va bu joyda ham o'ziga yarasha mana bu joyda to'tarishlar hosil qilgan. Narx biroz atkat berib pastga buzib, narxning pastga mana bu trend liniyasigacha yetib kelish ehtimoli ham mavjud. Va mana bu narsani pastga kopiya qilib oladigan bo'lsak, eng ko'p kasanasi bor hududni tanlab olamiz va ko'rib turganimizdek, ushbu joyda ham narxning qayerdan qaytish ehtimoli bor hududlarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bizga nima uchun aynan mana shu trend liniyasi kerak bo'ladi? Yoki boshqacharoq usulda ham ko'rib chiqishimiz mumkin aynan shuni. Mana bunday holatda ham tortishimiz mumkin. Ya'ni ushbu holatda qo'yib olamiz va kasanasi bor hududimiz aniqlab oldik. Aynan mana shu narsani kopiya qilib pastga olishimiz mumkin. Ushbu holatda oladigan bo'lsak, mana bunday qilib qo'yamiz. Kasanasi bor va aynan buzib o'tib, aynan shu joyni tez qilgani, yuqoriga buzgandan keyin ham xuddi shu joyni tez qilgani kuzatishimiz mumkin va bundan tashqari narxni ushbu trend chizig'igacha yetib kelishi va atkat berishi ham mumkin. Demak, bu usuldan foydalanish trend chizig'idan, ya'ni bizga beradigan narsa narxning qayerga borishi, qayerdan qaytishi, ya'ni bizni bozorni tahlil qilishda qo'l keluvchi vosita deb qarasak ham bo'ladi. Trend liniyasiga asoslangan strategiyani yana bir bor ko'rib eslab chiqdik va bundan tashqari trend liniyasida asoslangan analiz qilish, ya'ni tahlil qilish usulini ham ko'rib chiqdik. Bugungi darsligimiz mana shu trend chizig'iga asoslangan edi. O'ylaymanki, maqsadga erishdik. Demak, keyingi darsda qo'shimcha ma'lumotlar berishni boshlaymiz.